Sizlar charchamayapsizlarmi? Qop-qorong'i bo'lib qolar ekan, mundoq qilsamchi. Xullas, kech bo'lishiga qaramasdan primoy efir qilishga qaror qildim. Уже mana kirishyapti. Uzri baland bo'lib ketganmiz. Уже mana kirishyapti. Uyimdan sekin qochdim deb mashinamga qarab yo'l oldim, o'tirib oldim. Sabab primoy efir qilmasam bo'lmadi. Savollar juda ko'payib ketdi. Kech bo'lishiga qaramasdan tushib primoy efir qilishni boshladim sizlar uchun. Kim uxlamayotgan bo'lsa, kiringlar, soat 11 bo'pti. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Tuzukmisizlar? Tabriklasanglar bo'ladi. Faridaxon 3 ta turdan ham o'tib, 1-sinfga qabul qilindilar. Litseyga juda ham kuchli bo'lgan 95 yillik o'sha musiqa va san'at maktabiga qabul qilindilar. Uchtepa tumani, Uchtepa ro'vodasini shundoqqina ro'parasida joylashgan. Qayerga ketyapsiz deb hech qayerga ketmayapman. Men sizlar uchun uyimdan qochib chiqdim hozir. Chunki juda ham savollar ko'payib ketdi. Lichkamga bomba tushgan. Ishchilarimiz уже вообще charchab ketishdi. Har bitta odamga tushuntirib, boshqa qilib, primoyga telefon qilasizlar-da. Telegramdan yozinglar deganimda ham telefon qilasizlar. O'shaning uchun har bitta odamga tushuntirishga qiynalyapti ishchilarim. Biri to'la bitta qilib tushuntirmoqchiman. O'sha onlayn kursimiz haqida. Azizlarim, agar savollaringiz bo'lsa, bemalol berasizlar. Birinchiman ma'lumot berib oling, chunki uyda o'tira olmadim umuman savollar ko'pligidan. Xo'p, qaranglar, bu mana zo'r bo'lar ekan. Hammaga yaxshi eshitilyapti ovozim. Qovog'im oldirilmagan, qaranglar. Qovog'ingizni oldirganmisiz debdilar. Как раз mamda qovoq yopishtiradiganlarim bor. Men o'zi qovoqli qizman, chunki nima desam, oilaviy shunaqamiz-da. Adajonim bilan jonim shunaqa. Shuning uchun mana qovoq yopishtirganman. Bugun yopishtirdim, mana ko'rasizlar? Vot. Qovoq yopishtirgandagi olib tashlasam ham shu holatda qoladi. Men qo'rqaman azizlarim operatsiyadan. 3 ta kesarva bo'lganman. 3 ta qizimni ham kesarva yo'li bilan dunyoga keltirganman. Qo'rqib ujizxonaga tushib qolganday, qo'rqib to'g'risi hozir neftem hozir gapim, lekin men sizlarga aytib qo'ymoqchiman-da. Bunaqa plastik operatsiyaga-ku hayotda yotmayman, hayotda qildirmayman, qovog'imni ham oldirmayman, labimni ham shirtirmayman, yuzimga ham tegmayman, hech narsa qildirmayman. Allohim bergan husn qandoq bo'lsa, shundoligicha qolishini xohlayman. Endi onlayn kursga qaytsak, уже shaxsiy savollarga o'tib ketyapsizlar. Xo'p, qaranglar. Onlayn kursimizda 0 dan boshlab birinchi bo'lib model chizish, figuralar chizish bor-ku, model chizishni o'rgatganmiz. O'rgana olmaydigan odam ham, umuman qalam ushlamagan odam ham o'rganib ketadi. Model chizish o'sha santimetrlargacha o'rgatganmiz. Biz aytgandek qilsanglar точно chiqadi. Undan keyin model chizishdan keyin bo'yash uni, kiyim kiydirish, xayoliyladagi libosni modelga chizish, ana o'shalarni o'rgatganmiz. Ikkinchidan faqat andiza bilan ishlaymiz. Andiza qilishni o'rgatganmiz. Andizani oddiy shalvardan tortib, astarli kostyum, zamokli shimgacha andiza bilan nima qilamiz, o'rgatganmiz. Hammasini video darsiga ipidan ginasigacha bor. Demak, andiza ekan. To'g'ri o'lcham olish, to'g'ri razmer chiqarish, undan tashqari bo'lsa, to'g'ri texnikada bichish. Qanaqa qilib bunaqa tez va oson bichib tikib olasiz deysizlar-ku? Buni sababi tikish ketma-ketligim to'g'riligidan. Oson va qulay qilib o'rgatilgan, qandoq men o'rgatgan bo'lsam, xuddi shunaqa qilib tiksanglar, oson va tez tikib bitirib olasizlar. Ham bizda turetskiy variantda o'rgatilinadi, ya'ni ichki choklarini iloji boricha yopib o'rgatilinadi. Umuman chok ochilib, voy, ana bo'lmasam. Choki ochilib, qanaqadir ichlarini overlock qilib emas, agarda overlock deganimda esimga tushdi, kimnidir overlock mashinasi yo'q, kimnidir bo'lsa, umuman mashinasi yo'q. Hozir 590 ming so'mga sotib olinglar, keyinchalik olib turib bemalol ishlataverasizlar, foydalanaverasizlar. Hozir baza yaratib, imенно andizalarni o'rganib, bichishlarni o'rganib turinglar. Qo'lda bo'lsa ham chatib olinglar. Ya'ni qo'lda bo'lsa ham tikinglar, agar mashinanglar bo'lmasa. Zato sizlar skidka narxida 590 ming so'mga olgan bo'lasizlar. 5 million so'mlik onlayn kursda atigi 590 ming so'mga olasizlar, mazza qilib. Bu sizlarda bir umrga qoladi azizlarim, bir umrga.
svet o'chdimi debdilar. Yo'q, svet o'chmadi. Nima, mashinam o'chib qoldi. Shogird olasizmi? Shogird olamiz. Faqat uni har doim kim kelsa ovurmaymiz. Uni ketma-ketlikda etamiz. Mana shu vaqtda offline kurs ochilyapti. Namazing pichishni o'rgating. Albatta o'rgatamiz. Onlayn darsligimizda ham bor. Assalomu alaykum ustozim debdilar. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hammasi bor. Mana oxirgi qo'ygan postim, oxirgi qo'ygan reelsimga kirasizlar. Kirganinglardan keyin pastki kommentariyalarni o'qisanglar, onlayn va offlayn kurs o'quvchilarimiz yozishganda, haqiqiy живой отзыв bildirishgan. И даже men sizlarni bilaman, o'sha insonlarga sizlar ham yozasizlar. Rostdanmi, Shahnoza qanaqa o'rgatganlar, aldamayapsizlarmi deb. Menda har doim shunaqa. Живая reklama ketadi. Men hadeb Instagramda yo'q kimdirlargadir iltimos qilib, meni reklama qilib bering demayman. Menda живая reklama bu nima degani? Insonlarga men tikuvchilikni, andaza qilishlarni hammasini o'tida o'rgataman. U odam yana odamini chaqiradi, yana boshqalarga o'zi reklama qiladi. Shahnozaxon o'rgatdilar, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi degandan keyin уже u odam kelishni boshlaydi. Uni orqasidan yana odam keladi. Shunaqa живая reklama bu katta marketing. Bu degani nima desam, haqiqiy demak effekt bo'lyapti, rezultat bo'lyapti degani. Tushunarlika? O'shaning uchun tushunarlika deyishim, qarang, ustozligimga boraman-da. Bishkekdan qantim so'm oktorsa bo'lo. Qarang, men tushunishim bo'yicha nech so'm bo'ladi demoqchisiz. Men bilmayman. 590 ming so'm o'girib ko'ring qirg'iz so'miga. Bilmayman necha yuz so'm bo'ladi sizlarda. Unaqa qimmat emas. Dollarda bundoq o'ylasang necha pul bo'ladi dollarda bitta urvaringlar. 45 dollarmi, 44 mi? Bitta anaqa kalkulyatorni olib tekshirib oringlar necha pul bo'ladi. 590 ming so'm dollarda necha pul bo'ladi? Yozib oringlar, o'shani aytaman mana. Samarqanddan salomlar. Nima darslarni o'rgatgansiz? Tikish texnika darslari bormi? Albatta. Nimani andazasini bichishni o'rgatgan bo'lsam, sirazi uni tikilishni ham ko'rsatganman. Men maqtanish emas, boshqa emas, lekin bemalol ayta olaman. Любой kurslardan anaqa nima desam, boshqa kurslarni ko'p sotib olganman dedim-ku. Hamma kurslar zo'r, lekin men boshqa kurslarni sotib olganimda faqat andazasini o'rgatishardi, bichilishini o'rgatishardi. Kichkina manekenchada, kichkina bor-ku, boyagi 1-2 manekencha. Bizda qaranglar, katta o'sha insonni o'ziga andaza qilib, katta qilib butun boshli ko'ynakni bichib, tikilishni ham o'rgatilganda, kiyib ham ko'rsatilgan uni. Kichkina manekenda o'rgatilmagan. Nima 590 ming so'm darsingizmi? Albatta darsim. Bu qarang, siz boshqa davlatda yoki viloyatda bo'lib turib kichkina farzandlaringiz bilan kelib o'qishga imkoningiz bo'lmasa offline, onlayn kursim shunaqa skidka narxida. Buni to'g'risini aytaman, qancha mojarolar bo'ldi. 590 ming so'm qilasizmi? Butun boshli anaqani onlayn kursi juda ko'p narsa bor edi. Bekor unaqa qilibsiz degan o'zimni eng yaqinlarim ham bo'ldi. Qancha ko'zingni nuri ketdi, qancha qiynalding, qancha puling ketdi, qancha vaqting ketdi. Nimaga bunaqa qilyapsan deb meni urishganlar juda ko'p bo'ldi. O'zimni yaqinlarim, qarindoshlarim, ota-onam ham hamma gapirdi. Lekin men nima desam, sizlarni iltimosinglarni yerda qoldira olmadim. Chunki ko'pchilik tekinga so'radi. Qo'limdan kelgancha yordam berdim. O'sha aytib o'tganimdek, qo'lda berganga qush to'ymas. O'shaning uchun o'zinglarni pulinglarga, ozgina bo'lsa ham pulinglar ketsa-chi, sizlarda o'sha harakat paydo bo'ladi. Men pul to'lab qo'ydim, men harakat qilishim kerak, pulimni oqlashim kerak degan narsa miyangizga o'sha o'rnashadi, avtomatik inson harakatga tushadi. Aytibman, agar mashinanglar bo'lmasa ham olib qo'yaveringlar, keyinchalik bu bir-biriga qoladi-ku, bir-biriga qolgandan keyin bemalol anaqa qilib olishinglar mumkin, tikib o'zlashtirib olasiz. Agarda 2 oy mobaynida sizlar shu darsinglarni qilib, voy rahmat, darsingni maqtayaptilar, rahmat kattakon. Xo'p, shu darsinglarni bajarib 2 oydan keyin bizaga rasmlarni, tikkan kiyimlarni ketma-ketlikda rasmini tashlasanglar, biz sizlarga onlayn sertifikat, hattoki onlayn diplom ham beramiz. Bu katta narsa qizlar. Diplom, sertifikat plus shu pulning ichida. Bu nerealno-da.
Просто bitta narsani sizlarga aytaman, bo'lgan voqea. Men nuqul shunaqa nima bor, Allohim menga shunaqa ne'mat bergan. Nimadir qilmoqchi bo'lsam, Allohim dilimga soladi, tushimga kirgizdiradi. Tushimda nuqul ko'raman-da, o'sha ayon qildiradi. Bir marta esingizda bo'lsa, birinchi skitkami, bu uchinchi skitkam. Birinchi skitkami esingizda bo'lsa, Hindistonda Yangi yil kuni boshladim. Nimagadir judayam ko'pda har ikkita SMS bittasida anaqa iltimos yordam bering, kreditim bor, xo'jayinim qiynalib ketyaptilar, judayam tushkun ahvoldamiz, iltimos yordam bering deganligi meni ko'nglim risa ham boshda. Qo'limdan kelgancha yordam beraman Alloh yo'lida. Nima qilib bo'lsa ham, o'zim qiynalayotgan bo'lsam ham yaqinimga, o'sha podpischiklarimga yordam bergim keladi. Shunaqa insonman, bilmayman. Shunaqa hislatim bor. Allohga behisob shukr shunaqa qilib yaratganiga Allohim meni. Keyin nima bo'ldi? Ey Allohim dedim, kechqurun yotayotganimda duo qildim. Ey Xudoyim, shunaqa bo'lsinki, butun dunyo mazza qilib yashasin. Hech qachon kam ko'stlasiz, mazza qilib hamma rohat farog'atda yashasin. Farzandlari sog' bo'lsin, farzandlarning dog'i dardini ko'rsatmasin hech kimga. Hech kim farzandi kasal bo'lmasin, chunki kasal farzandliklar ham yozib operatsiyasiga pul kerak, boshqa deyshadi. Ichimdan izlaman. Даже meni psixolog o'quvchilarim bor, aytishadi. Shahnoza opa deyshadi, hammani dardini o'zingiznikida eshitasiz. Ba'zida yig'lab borasiz hamda kuzatyapmiz. Slishkum o'zingizga qattim qabul qilar ekansiz. Bu noto'g'ri narsa. Siz o'zingizga bunchalik yaqin olmang. Bunda oldingizga devor tutib qo'ying-da, beton qilib oling oldingizni. O'tmasin, sizga energiyangizni olib qo'yadi bu narsa. Sizga ham yuqadi deyshadi. Men qila olmayman dedim. Menga kimdir gapirdimi, kimdir dardini aytdimi, jonim bilan eshitaman-da, shunaqa ichlarim yonib, voy, yo'q-ey, mana shunaqami, bunaqa qo'limdan kelgancha yordam berib, даже agarda moddiy jihatdan yordamim tega olmasa ham, hattoki o'sha maslahatlarimni, boshqasini beraman, oldida turaman o'sha insonni, bilmayman, hammani o'zimga yaqin olaman. Ayjonim ham ko'p urishadi. Sen hammani o'zingga yaqin olasan, ba'zi holatlarda pand yeysan qizim, bunchalik bo'lmagin deydilar. Keyin nima bo'ldi? Yangi yildan avval o'sha Yangi yil kunimi Hindistonga bordik-da, esingizda bo'lsa. Ana o'shanda keyin shu duolarni qilib yotdim, uxladim, tushimda ayon qildiki, Allohim, shu ko'p insonlar turishibdi-da, ko'p insonlar hunar o'rganmoqchi bo'lib turishibdi. Keyin qanaqadir Allohim aytibdi, shunaqa qulog'imga eshitilyapti-da, skitka narxida, ya'ni chegirma qilib, insonlarga manfaatli qilib 5 million emas, 500 ming so'm, 500 ming so'mda qulog'imga chalinyapti-da shu narsa. Bo'lmasa 5 million so'mga xarid qilgan qancha o'quvchilarimiz bor-da. Nechta desam 5 millionga juda ko'p, 100 dan ortiq o'quvchilarimiz xarid qilishganda. Men aytdim, ertalab turdim-da. Ey Xudoyim, nimaga bunaqa bo'ldi? Nimaga 500 ming miyamga mashg'ulotlarimga eshitilyapti? Tushimda ham ko'rdim deb turib, shartta telefonimni oldim-da. Onlayn kursimiz atigi 500 ming so'mda birinchi skitkam 500 mingdan boshlaganman. Keyin 590 ming so'm bo'ldi, ya'ni darsliklar ko'p qo'shilgani uchun. Keyin 500 ming so'm deganimdan keyin ishoninglar, bu yoqdan Adijonim, bu yoqdan Ayijonim, yaqinlarim, bloger o'rtoqlarim, do'stlarim, aka-ukalarim telefon qilishadi, tinmayapti-da, SMS yozishadi. Tomingiz ketib qolganmi? Tomingiz joyidami? Nima qilganingiz bu deb hamma urishdi meni, lekin qaramadim. U qo'ygan istoriyam ham, reelslarim, postim hech narsani o'chirmadim. Allohim shunaqa baraka berib qo'ydi menga. Shunaqa baraka keldi. Har tomonlama insonlar xursand bo'lib, ularni ham oilasida yana ham qanaqa desam, o'zini tiklab olganlar ko'p bo'ldi-da. Nima, uzr ming bor ko'p gapirayotgan bo'lsam, lekin ichimdagi narsalarni sizlarga o'zim yaqinlarimga aytayotgandek mazza qilyapman. Sizlar baribir meni oilamsizlar. O'shaning uchun bemalol gapiraman. Sizlar bilan gaplashsam mazza qilaman. Qanaqadir hamma yozyapti-da. Voy, baraka toping, shunaqangi kursingizda o'qigim kelyapti, Alloh o'zi yetkazdi deb duo qilishdi. Hattoki o'sha duo qilib bitta Qur'on kitobni
o'qib xatm qilganlar ham bo'ldi. Shunaqa yig'ladi, hozir ham yig'lab boraman. Xursand bo'ldimda. Bu hammasi Allohim meni dilimga solganidan. Bu sizlarning ham duoinglar orqasidan bo'lyapti. O'shaning uchun sizlarni yaxshi ko'raman juda ham. Bu sizlar uchun hammasi. 18-iyul kuni qaranglar. Kutvamiz 2 yoshli o'g'lim sizlarni yaxshi ko'radi. Konsertimiz bo'ladi aytgancha 18-iyul kuni oilaviy havas guruhi Toshkent City'da, shundoq qoq markazda Toshkent City ichida konsert qo'yamiz. Tekin kirish bemalol, oilaviy, hammalar kelishinglar mumkin. Abaya tikish o'rgatasizmi deb yozibdilar. Albatta, abayasiz bo'lmaydi, asalim. Abaya eng kerakli-ku. Hamma narsa bor. Nima trendda bo'lsa hammasi bor. Ishoninglar, aytmoqman, oddiy shalvardan tortib korsetlagacha, ko'yne lozim, undan tashqari boyga nima desam, abaya, namaznik hammasi bor. Astarlik kostyum, zamokli shim. Salom singlim, yana shunaqa skidka qilasizmi? Qarang, boshqa unaqa skidka qilmayman. 7 va 8-iyul kuni qilamiz, bo'ldi shu bilan. Chunki men 3-marta skidka qilishim, chunki zapros katta bo'lib ketdi. Ulgurdi, boshqa bunaqa skidka qilmayman, xafa bo'lmanglar. Agarda sizlar mana shu kasbi ustasi bo'lmoqchi bo'lsanglar, haqiqatda dizayner chevar bo'laman, men shu kasb orqasidan ketaman desanglar, unda qaranglar. Offline kursimga kelishinglar kerak bo'ladi. Sababi offline'da baribir nima desam, effekti katta bo'ladi. Chunki men sizlarni qo'lingizdan ushlab o'rgataman. Yaxshilab tushunasizlar, savollarni ketidan savol tug'iladi. Baribir offline'ga yetmaydi. Agar offline'ga sizlarni imkoninglar bo'lsa, unda kelinglar. Offline kursim oyiga $300, 2 oyga $600 bo'ladi. O'shaning uchun agar imkoninglar bo'lsa, kelinglar offline'ga. Chunki baza yaratasizlar o'zingizga va aniq sizlar o'rganib chiqib ketishinglar offline'dan. Online'da bo'lsa, bu baza yaratasizlar o'zingizga yaxshigina, ana undan keyin o'z istinglarda ishlaysizlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Dim mazzasiz debsiz. Rahmat, kattakon, sog' bo'ling. O'zbekcha ko'ylaklar ham bor, qo'shilinglar, rostdan zo'r. Men ham qo'shilganman. Xolis guvohman debdilar. Rahmat, baraka toping. Ana Gulmira xonim ham kirdilar. Nimagadir effektim o'ynab ketadi. Endi mana umrimda birinchi marta effekt qildim, chunki charchaganman hozir. Ana ko'ryapsizlar, atoklar ham bor, o'shaning uchun effekt qo'ydim. O'sha ham meni qabul qilmayapti. O'zi effektsiz chiqaman-ku. Ana bo'lmasam. Shunaqa juda ham beg'ubor Shahnoza debdilar. Rahmat. Bir oyda o'rganib bo'ladimi? Bu hammasi sizning qo'lingizda, chunki men o'zim 7 yoshimdan beri tikaman. Undan ham kichkina paytimdan boshlaganman desam ham bo'ladi. O'shaning uchun bunga vaqt, sabr, toqat kerak bo'ladi. Irodanglarni mustahkam qilishinglar. Bu Nina bilan quduq qazigandek gap. U reelslardagi 1 minutda bundoq qilsa tikib qo'yadigan narsa emas. Buning uchun izlanish kerak. Ancha o'qish kerak. Zomindan salom. Baza yaratish uchun 2 oy yetarli. Baza yaratish uchun hamma narsani bazasini o'rganish uchun. Misol uchun mana shu enimdagi abaya ham mana bitta turi. Buni har xil turi bor-da. Uni o'zingiz yaratib turasiz, lekin men bazasini o'rgataman. Qolganda izlanish o'zingizlardan. Men sizni Tojikistondan kuzataman. Rahmat, darslarni qanday olsa bo'ladi. Men istoriya qo'yganman, istoriyamga kiringlar. Reels qo'yganman, post joylaganman. O'sha yerda nomer bor. O'sha nomerlarga anaqadan yozasizlar, Telegramdan yozsanglar, sizlarga javob berishadi. Ulgurib olinglar. O'sha ertaga Telegram kanal ochganmiz, yopiq kanalga qo'shamiz qizlarimizni. Kecha bugun sotib olganlar bor. Shunaqa ana shiddat bilan kuzatib, kutib turishibdi. Sotib olganlarga xayrli bo'lsin, inshaalloh manfaatli bo'lsin. Duo qilishni unutmanglar. Sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Tojikira medone yo'q. Men tojikcha namedonam. Havas guruhi juda zo'r. Rahmat kattakon. Allohga ming shukr, ilm olishimga yanada katta yo'l ochildi. Inshaalloh shunaqa bo'lsin. Hunarlaringiz o'zingizga yuqsin, ilohim. Usta boqib charchamadingizmi? Men boqmayapman ustani.
baraka topishsin ustalarimizni, o'zlarini o'zlari boqishyapti, xo'jayinim produktni tashiydilar, nima kerak bo'lsa olib boradilar, ish qilib xo'jayinimlar qilib yotibdilar, xudo xolisa. Bitsa albatta o'sha yerdan ham prямой efir qilaman. Xudo xolisa bitsa podpисчикларimiz orasidan ham mehmon chaqiraman. Albatta, xudo xolisa. Sizlarni hammanglarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Onlayn hozirgi prямой efirimni saqlanib qo'yaman. Ko'ra olmaganlarga yuborib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Yaxshi dam olinglar.